Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa bugun Qo'rg'ontepa tumani hayvon bozoridamiz. Bugungi kunimizga haftamizning yakshanba kuni 5-iyul 2026-yil akalar. Xo'p, akalar 23.500 ga savdosi bo'lyapti, berilmayapti akalar. Qo'rg'ontepa tuman hayvon bozori akalar 23.500 ga berilmayapti akalar. Qo'shilsa yuriladi deyapti. Jigarlar, xudo xolasa Qo'rg'ontepa tuman hayvon bozoridamiz. Bugun kunimizga 5-iyul 2026-yil Qo'rg'ontepa tumani hayvon bozori. Savdosi bo'lyapti. Bo'ylari bir 140. Bo'ylari 140 taxminan. Akalar, savdosi bo'lyapti, so'raymiz. Kelga boshqa. Hech bo'lyapti aka. 28 akalar 28.700 ga savdosi bo'lyapti ekan, berilmayapti. 28.700 ga. Akamiz bermayapti. Akalar, like bosib obuna bo'lib qo'ysalar xursand bo'lamiz. Inshaalloh manfaatli videolar qilib boramiz. Barchalardan Alloh rozi bo'lsin. Mayli deyapti. Yigirma 8.700 ga. Chiroyli buqamiz, xudo xolasa. Akalar 27.500 ga baraka bo'libdi. Maşallah, barakasini esa 27.500 ga baraka bo'libdi. Akalar olibdi. Bilan 500 ga akalar, barakasi. Akalar, xudo xolasa Qo'rg'ontepa tumani hayvon bozoridamiz. Bugun kunimizga 5-iyul 2026-yil. Haftamizning yakshanba kuni Qo'rg'ontepa tumani hayvon bozori. Aka, necha pul aka? 32 ga bermadi. 32 bilan savdosi olib beriladi aka. Akalar, savdosi 32 million bo'libdi, berilmabdi. Bo'ylari 135 140 bor akalar, xudo xolasa. 32 million savdosi bo'libdi, berilmadi. Qo'shilsa beriladi deyapti akalarimiz. Xo'p, akalar 28.800 so'mga savdosi bo'lyapti, berilmayapti. Necha qo'shin deyapti, bermayapti. Qo'rg'ontepa tumani hayvon bozori. Akalar, like bosib obuna bo'lib qo'ysalar xursand bo'lamiz. Bo'ylari bor, 1.5 1.55 taxminan.
28 million 800 savdosi bo'lyapti, berilmayapti. 28 million 800 ming so'm savdosi bo'ldi, berilmadi akalar. Jiyanlar, shu uqamizni savdosi bo'layotgan akalarimizdan 41 million so'm savdosi bo'lyapti, berilmayapti. 41 million so'm. Qo'rg'ontepa tumani hayvon bozori. Haftamizning yakshanba kuni 5-yil 2026-yil. 41 million so'mga savdosi bo'lyapti, berilmayapti akalar. Maşallah. Lak bosib qo'yasizlar akalar, ursan bo'lamiz. Sizanmi? Ha, aka. Hop. Davon aka, aytib to'lasiz. Akalar, Qorasul akalarimizdan o'qamiz. Bo'ylari necha uni? Taxminan. 160 taxminan akalar bo'yi. Narxi necha qilyapsizlar? 58 million so'm kam bor ekan akalar. Qo'rg'ontepa tuman hayvon bozori. Savdosi qancha bo'ldi? Savdosi necha bo'ldi? 45 million so'm so'rabdi, berilmabdi. Akalar, ukalar 58 ham bor deyapti. 45 million naqdga savdosi bo'libdi, berilmabdi. Bozor dim akalar. Like bosib qo'yinglar akalar, jigarlar, obuna bo'lib qo'yib, kuzatib tursanglar, xudo xolasa inshaalloh manfaatli videolar qilib boramiz akalar, ukalar. Davanga nomerni aytib yuboring aka. 93 722 39 99. Akalar, kimga qiziq bo'lsa bemalol aloqa chiqib so'ra olasizlar. Xudo xolasa hozircha bozor turibdi. Aloqa chiqib bemalol gaplashib olishingiz mumkin. Mol ko'rib holat zo'r, yemishlari zo'r, o'zlari katta qilgan bu qo'ygan. Bozorlansa akalarimizni. Jiyanlar, toza shved buqamiz sotuvda ekan, Qo'rg'ontepa tumani hayvon bozori. Aka, narxi necha deydilar? 40 million so'm kami bor ekan akalar. Alo. Toza shved. Maşallah, go'zal ekan lekin akalar. Akalar 8 oylik ekan, hali kilo olmagan ekan akalar. Shved buqamiz 40 million so'm kami bor ekan. Aka, telefon akalar, telefon nomerlari 88 lik 750 64 ekan akalar. Bemalol aloqa chiqib so'ra olasizlar akalar. Xudo xolasa 40 million so'm kam bor ekan.